Cristiano Ronaldo Real Madridga, Kevin De Bruyne o'ziga yangi jamoa topdi. Rashford va Antony yana bir bor birga o'ynashlari mumkin, ammo endi Unitedda emas. Liverpool esa Trentni o'rniga yulduzli o'yinchini olib keldi. Shu va boshqa muhim xabarlar haqida biz hoziroq gaplashamiz. Do'stlar, o'tgan videoda 1000 ta laykni bir necha soatning o'zida yig'ib tashladinglar. Endi yangilik kiritmasa bo'lmayapti. Shu videodan boshlab endi 2000 ta layk yig'ilgandan keyin men yangi video qilishni boshlayman. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutib qo'ymang, chunki bizani hali ham 900 ming ta odam obunasiz tomosha qilyapti. Obuna bo'lib qo'ysangiz, futbol haqida shunaqa zo'r videolardan qolib ketmaysiz. Endi esa yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar oling, chunki biz boshladik. Liverpool Arnoldni o'rniga Bayerndan Frimpongni o'z jamoasiga olib keldi. Transfer narxi 35 million. Messi jamoasini muxlislarni ozgina xursand qilish uchun keling uni va Arnoldni taqqoslaymiz. Angliya yulduzi 2023-yildan boshlab 91 ta o'yin o'ynab, 7 ta gol urib, 19 ta assist uzatdi. Niderlandiyalik esa xuddi shu vaqtda 95 ta o'yinda ishtirok etib, 19 ta gol urib, 22 ta assist uzatdi. U nafaqat hujumga yaxshi qo'shiladi, balkimda himoyadagi bo'lgan vazifalarni ham bajaradi. Va shu jihatda u Trent Alexander-Arnolddan yaxshiroq. Endi albatta bu Angliya Premier Liga eng yuqori daraja, eng katta bosim. Ammo unga bu muammo bo'lmaydigan bo'lsa, u kichik vaqtning o'zida Trentning o'rnini bemalol bossa bo'ladi. Cristiano Ronaldo va Real Madrid. Ko'pchilik uchun bu yakunlangan hikoya bo'lishi mumkin, ammo portugaliyalik bunday deb o'ylamaydi. Qarabsizki, yozda klublar o'rtasida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga Real hujumchi qidirayotgan ekan. Bu chempionat esa atigini 1 oy bo'ladi. FIFAning yangi qoidasi bo'yicha iyunda shaxsan shu turnirga jamoalar 1 oyga o'yinchilarni xarid qilishlari mumkin. Va shundan foydalanib Ronaldo o'zini sobiq jamoasiga taklif qildi. Yozda Cristiano'ni Al Nassr bilan kontrakti yakunlanadi va yangi shartnoma bo'yicha yangiliklar hozircha yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra esa portugaliyalik Al Nassrda baxtli emas, chunki jamoa u kelganidan keyin atigini bitta dona sovrin yutib oldi. Hozirda esa unga Al Hilol, Sporting va Misrlik jamoalar qiziqish bildirishyapti. Ammo Ronaldo futbol tarixida birinchi bo'lib 1000 ta gol urmoqchi bo'lsa-da, Saudiyada qolgani yaxshiroq. Al Hilolga o'tadigan bo'lsa, uni ko'plar hate qilishni boshlashadi, chunki bu Realdan Barsaga o'tgandek bo'lib qoladi. Sporting esa baribir daraja sal yuqori va 40 yoshli Ronaldo ko'tara oladimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Misr haqida keling gaplashib ham o'tirmaymiz. Ammo yozda 1 oyga Realga qaytishni menimcha butun futbol orzu qiladi. Keling endi bu jamoadan uzoqlashmasdan ularning yangi transferi haqida gaplashamiz. Tanishing, Dean Huijsen Real Madridga Bournemouthdan 50 million yevro evaziga o'tdi. U bo'yi uzun, kuchli, aqlli, juda ham yaxshi pas beradigan himoyachi. U o'tgan yili Juventusda o'z o'rnini topa olmagani uchun Angliyaga o'tib ketgan edi va atigini 1 yil ichida o'zini shunchalik zo'r ko'rsatdiki, Yevropaning eng kuchli jamoalari uni darhol sotib olishni istashdi. Bosh favoritlar Liverpool va Chelsea edi. Ammo Real Madrid muzokaralarga qo'shilganidan keyin u o'ylab o'tirmasdan bu jamoani tanladi. Va qarabsizki, transfer oynasi hali ochilmaganiga qaramay, Madrid allaqachon Trent Alexander-Arnold va Dean Huijsenni sotib oldi. Neymar Junior Barselonaga boshqa qaytmaydi deb deyarli rasman gapirsa bo'ladi. Buni jamoa bosh direktori Deco tasdiqlab berdi. Qarabsizki, ularga ko'p maosh oladigan yosh o'yinchilarga yomon misol bo'ladigan futbolchi kerak emas ekan. Endi Chesney adashib kelib qolgan Barsaga. Va shu ma'lumotlardan keyin Neymar o'z kelajagini yana Santosda davom ettirishi mumkin. Hozirda jamoa unga yangi shartnoma taklif qilish uchun ishlayapti. Va afsuski, menimcha jahon chempionatidan keyin agarda Inter Miami unga qiziqish bildirmaydigan bo'lsa, u karyerasini yakun
yakunlashi mumkin. Chunki deyarli mavsumni yarmini jarohatlar tufayli o'tkazib yuboradi va yoshi o'tgach bu holat yaxshilanib bormaydi. Agarda yetarlicha motivatsiya bo'lmasa, Sochsiz qirolning hikoyasi shunaqa yakunlanishi mumkin. Kevin De Bruyne. Bilasizlar, yozda uni Manchester City bilan kontrakti yakunlanadi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, u hali ham yuqori darajada o'yna olaman deb Yevropani tark etmoqchi emas. Shuning uchun hozirda Napoli qo'ldan kelgancha uni o'z jamoasiga taklif qilishni istayapti. O'zi bilasizlarmi, Italiya chempionati shunaqa joyki, u yerda ko'p jamoalarni muhim o'yinchilari 30 yoshdan tepa. Masalan, Interga qaraydigan bo'lsangiz, o'rtacha sostavni yoshi 29,5. Bu esa Yevropadagi eng yuqori darajalardan biri. Va o'zimni fikrimni bildiradigan bo'lsam, agarda o'yinchi yuqori darajada o'ynashga qiynalayotgan bo'lsa, ammo Saudiya yoki AQShga ketishga shoshilmayotgan bo'lsa, avvalambor bitta Serie A'da o'ynashi kerak. U yerda bitta-ikkita mavsum eng yuqori darajada bo'lmasa ham yaxshi o'ynash mumkin. Undan keyin esa bemalol pul topish uchun Yevropani tark etsa ham bo'ladi. De Bruyne esa hali javob bermadi. U iyungacha barcha takliflarni ko'rib chiqib, oilasi uchun bo'lgan eng qulay joyni tanlab, ana o'sha yerga ketmoqchi. Agarda boshqa jamoalar unga qiziqish bildiradigan bo'lsa, bu haqida birinchilar qatorida bizni Telegram kanalimizda bilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda eng muhim, eng tezkor yangiliklar chiqadi. Havolani sizga izohlarda qoldirib ketaman. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Marcus Rashfordning bitta orzusi bor. Shu ham Barselonada o'ynash. Lamine Yamal jamoaning rahbariyatiga Angliya yulduzini Barsaga olib keladigan bo'lsanglar, bu juda zo'r transferi bo'ladi deb aytgan ekan. Va biz bu haqida qishda ham gaplashganmiz. Ya'ni Barselona Rashfordni ijaraga olishga harakat qilgan, ammo moliyaviy muammolar tufayli undan voz kechishga majbur bo'lishgan. Yozda esa holat mutlaqo o'zgarishi mumkin. Jamoa borgan sari krizisdan tiklanyapti va yozda o'ziga 1-2ta shov-shuvli transferlar qilishi mumkin. Rashforddan tashqari ular uni sobiq jamoadoshini, ya'ni Antoniga ham qiziqish bildirishyapti. Hozirda bilasiz, u Real Betisga kelganidan so'ng mutlaqo o'zgarib, o'zini eng yuqori darajada ko'rsatyapti. Bu haqida yaqinda video ham chiqardik. Ko'rmagan bo'lsangiz, bundan keyin ko'rishni sizga tavsiya qilaman. Hop aytamizki, ikkalasi ham Barselonaga keldi. Keyin esa nima bo'ladi? Rashford o'ynaydigan joyda Rafinha o'ynaydi. Antoni o'ynaydigan joyda esa Lamine Yamal o'ynaydi. To'g'ri, Marcus o'rtada, ya'ni hujumchi bo'lib ham o'yna oladi. Ammo Antoni esa-chi, zaxirada o'tirishga rozi bo'ladimi? Menimcha Antoni Real Betisda yana bitta mavsum yotganda qolishi kerak va agarda keyingi yil ham zo'r o'ynaydigan bo'lsa, bemalol boshqa top jamoalarning eng muhim o'yinchisiga aylanish ham mumkin. Shuning uchun shoshilish kerak emas. Bu esa bugungacha bo'lgan eng muhim xabarlar haqida video edi. Do'stlar, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq bu shartlarni bajarib qo'ysangiz, ishoning, afsuslanmaysiz. O'tgan videodagi o'yinchini har doimdek ko'p odam topdi. Albatta bu Darwin Núñez edi. Keling endi mana shu sobiq futbolchini topishga harakat qilamiz. Har doimdek qoidalar o'sha faqat va faqat birinchilar qatorida to'g'ri javobini yozgan kanalimizga obuna bo'lganlar keyingi videoda chiqadi. Va bo'ldi do'stlar, siz bilan Jonim futbolim kanali edi. Jamoalarga faqat g'alaba tilab qo'yaman, sizga faqat sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.